Prezidentimiz raisligida joriy yilning 19-mart kuni o'tkazilgan uchrashuvda belgilangan ustuvor vazifalardan kelib chiqib, Farg'ona viloyati soliq boshqarmasi tomonidan shahar va tumanlarda tadbirkorlar bilan muloqotlar o'tkazilmoqda. Tadbirkorlik va ishlab chiqarishga berilayotgan e'tibor va yaratilayotgan sharoit imtiyozlari natijasida Farg'ona viloyatida 60 mingga yaqin kichik va o'rta biznes vakillari faoliyat yuritib kelyapti. O'zbekiston tumanida tashkil etilgan muloqotda Prezidentimiz tomonidan berilgan 2025-yilda kichik va o'rta biznesni rivojlantirishdagi ustuvor vazifalarning ijrosini to'laqonli amalga oshirish bosh maqsad ekani ta'kidlandi. Uchrashuvda soliq qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirishlarga to'xtalib o'tildi hamda bu borada tadbirkorlarning muammolari, taklif va mulohazalari tinglandi. Komilshoh qishlog'ida noturar obyektim bor edi. Noturar obyektim bo'yicha soliq idoralariga mulk solig'ini kamaytirish to'g'risida murojaat qilgan edim. Murojaatlarim bartaraf bo'lmayotgan edi shunga qadar. Mana bugun O'zbekiston tumaniga soliq boshqarma boshliqlari kelib, tayyor qabul qildilar. Bu uchrashuvda ishtirok etdik. 208-qarorga tushadigan obyektimni, o'sha joylarini men kadastr hujjati bo'yicha hammasini rasmini o'shalarni ko'rsatib, ularga qaytadan yuborar ekanman. Yuborsam ular menga amaliy yordam beradigan bo'ldilar. Tadbirda o'zini o'zi band qilgan shaxs, yakka tartibdagi tadbirkor, kichik biznes, o'rta biznes, yirik korxona zanjiri asosida tadbirkorlik subyektlarini bosqichma-bosqich rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Ochiq va konstruktiv ruhda bo'lib o'tgan muloqotda kichik va o'rta biznes vakillari o'zlarining tajribalari, faoliyatini kengaytirish borasidagi rejalari bilan o'rtoqlashdilar hamda zarur tavsiyalarni oldilar.